Bu xil gullar bilan nurg'un kasalni o'ydil davolay olasiz. 1. Tosh yarg'an. Tosh yarg'anning tabiiy so'q. Issiq yondirish, qonni sovutish, zahar haydash roli bor. Odatda yirik manbalik o'tiriq quloq yallig'ini davolashda ko'p ishlatiladi. 1 gram yang tosh yarg'anni ezib, suzib olib, shirnisini quloqqa bir kunda 3 qatim, 4 qatim temitib bersa, o'tiriq quloq yallig'iga manfaat qiladi. 2. Jo'z yupurmaqi. Jo'zining tabiati mo'tidir. Ta'mi qirtoq, jigarni tozalash, yalni haydash, yalliq qaytirish, balg'am bo'shish roli bor. Odatda 30 gram jo'z yupurmaqini pokiz yuyib, qaynatib suyini ichib bas bo'ladi. 3. Olqonsimon kaktus. Kaktusning tabiati so'g'uq, ta'mi qirtoq, yalni haydash, qonni jonlantirish, zahar tozalash qatorliq shifoliq roli bor. Kuyik yarasi va chig'onga manfaat qiladi. Muvofiq miqdordagi olqonsimon kaktusning tikini va terisini so'yib olib, siqib, shirnisini chiqarib, tuxum iqi bilan teksh aralashtirib, jarohat eg'iziq tengib bas bo'ladi. 4. Attirgul. Attirgulning tabiati mo'tidir. Ta'mi tatliq, qonni jonlantirish, ishiq yondirish va zahar haydash roli bor. 5. Layli qozoq. Layli qozoqning ta'mi tatliq, tabiati mo'tidir, zaharsiz, to'lg'oqni davolaydi. Qurtilgan guldan 1,15 gram yoki 15 gramni qaynatib ichib bas bo'ladi. 6. Seriq yasiman. Seriq yasimanning ta'mi qirtoq, issiq yondirish, kichik tarafni ravonlashtirish unumi bor. Guli bilan yupurmaqini ezib, yara eg'iziga tengib bersa, zahar haydab, ishiqni yondiradi.